Assalomu alaykum YouTube'dagi hurmatli obunachilar, qalaysizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlar? Bugun sizlar bilan Alloh xohlasa sutli qo'qon patri yopishi jarayonini ko'ramiz. Bu patrlarimiz Rossiyaning Moskva shahrida chiqayotgan patrlar. 85 rubldan tarqatiladigan patrlar, sutli, ichida 10 litr suti bor. Mazasiga pishgan gap yo'q. Mana ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu yoqda katta nonlarimiz ham bor, yog'li nonlarimiz. Bular 95 rubldan sotiladi. Bu yoqda kafeler uchun kulcha toylarimiz bor. 35 rubllik. Hop, mana bu yerda sredniy nonlarimiz bor. 60 rubllik bular. Xudo xohlasa, inshaalloh mart oxirida O'zbekiston Toshkentda o'zim nonxonada bo'laman. Ungacha paka shu yerda paxatdamiz akalar. Kanal rivoji uchun bitta podpiska bilan bitta like bosib ketinglar. Yoninglar sog' bo'lsin. Inshaalloh manfaatli, sizlarga yarashadigan, foydasi tegadigan video chiqamiz. Bu yerda Moskvada ikkita tandir, tabiiy gaz, propan emas. Hop, buni tandirimiz to'q bo'ldi, tepasi tushib ketdi. Lomboz yaxshi bosilmagan, fundament yaxshi quyilmasa shunaqa bo'ladi akalar. Iloji boricha mehnatdan qochmasdan lomboz chiroyli yaxshilab baquvvat qilsanglar, ancha xizmat qiladi. Qurilganiga 8 oy bo'lgan, nega tandir cho'kib ketgan akalar. Bitta podpiska, bitta kommentariy, bitta like, bitta sahlanib tugmasini bosib orasizlar akalar. Mana shu tandir box deb Instagramga yozsanglar, bu yoqda 8200 talik odam bor, profilim bor. Unda inshaalloh manfaatli videolarni qo'yamiz aka-ukalar. Nima kerak bo'lsa, nima yordam kerak bo'lsa, maslahat kerak bo'lsa, nomer qoldiramiz yoki anaqaga kommentariyaga nomeringizni yozib yuboringlar siz. Telegramni yozib yuboraman yo WhatsAppni yozib yuboraman, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Maslahat kerak bo'lsa. Joninglar sog' bo'lsin. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik.